Hammasi disdan boshlangan. Kim birinchi raqamliligi men uchun ahamiyatsiz. Bizga bo'lgan yagona production bu telefondagi Bluetooth, tamom. Men musiqam orqali tarix yozishni, tarixda qolishni maqsad qildim. Hammasi disdan boshlangan. Yo'q, odatdagidek emas. Ular maqsadli va qatorlari moslangan. U payt Dior disdan chiqib ketgan paytlar. Moqina, MP3, voidot.net saytlar, himoyalanmagan copyrightlar, даже Viber ishlagan paytlar. Shunda biz uchovlon chiqdik egri tog' tomon. O'rnatdik zo'r standart, ya'ni bizdan boshqasi yomon. Eshitdik qancha tanqid maqtovlar ham har zamon. Bizga bo'lgan yagona production bu telefondagi Bluetooth, tamom. Dalshi boshladik revolyutsiya, dekonstruksiya va rekonstruksiya. Tekstlarga qo'shildi ma'no, mantiq va maqsad degan funksiya. Bizdanda yuqori rap tekst egasi borligini ta'kidlasangiz biling. Unda Dr. House aytganidek borib miyangizni MRT qiling. Eski jo'shqinlik, eski kuch, tuylar go'yo yorqin tushdek. Biling, axir aytishganidi-ku, kemani qanday nomlasang shunday suzadi. Prikin. Bugun yengil gapirsam, andishan otini qo'rqoq qo'yma, o. Shunchaki men deb gapirish qiyin bo'lgani uchun biz deb gapirdim. Ciao. Stop. Kimda bor haligacha ishlatilmagan diplom yoki kimnidir byudjetiga bergandikmi teplo? Toki hayot senga atagan lavozimi bor yo'g'i kuryer bo'lsa-chi, hech qachon ushalmaydigan orzuying xayoling darajadek qolsa-chi. Bu paradoksni yengaman deb hayoting bilan kurashgan, lekin shaxsiy hayot, shaxsiy prinsiplar sana atrofingni muammolar bilan uğraşgan. Kurashgan erishadi deyishadi, lekin yutqizganlar ham to'ymas kurashga. Bosh olib ketging kelsa-da, lekin nima qilasan, sabring yetmasa hatto qor kurashga. Bu fakt. Psixolog emasman, no. To'g'ri yasha demasman, no. Manam senga o'xshab harom yemasman, no. Goh hayotga bas emasman, qara. Mesopotamiya haqida nimani eslab qolar edim, shu bu TikTok. Kimdir kimgadir aytgan ekan, hayotni bilmaganlar hayoti nikto. O'ylashing mumkin kim bu alamzada, notanish so'zlar u notanish tarzida. Ehtiyot bo'ladimi har bir frazada, yurdimi azada, sektor gazada. Eski fantaziya terminator, balki konspirologiyada illuminator. Lekin bugungi sun'iy intellektlar tabiiy intellektdan ancha murakkabdir. Bu anti-utopiya yo'qmidi hech qachon oziyam kopiya. Muzika ko'ngil uchun bo'lsa shariat, vaqt topish uchun bir teoriyami? Nima seni qutqarardi qurilishdagi ishdan, tugamas qishdan. Yomg'irda kech qolganingda avtobusga tushunasan, abadiy charchading ishdan. Assalomu alaykum Andijon. Lekin gap yo'q, muxlislarning ichida doim eng aktiv va har doim Andijon bo'lib kelgan. Давайте shu aktivlikni isbotlash uchun bitta maksimal darajada shou qil. Go! Rahmat, Abdushi. Sizlar uchun bir qancha treklarimizni tayyorlab kelganmiz. Tekstini biladiganlar uyatmasdan birga aytamiz, bilmaydiganlar maza qilib eshitamiz. Payot. DJ Аутозумы чётам, да одна тонна чётам, да одна тонна интереса, миллион тонна чётам, мода, самая мода, будто мода, мода, ворота, и что Шекспир монолог, yapmasam da sürprizle takdir повороты, Просто на юрину коса тишка, отобратами на поле до полета, кайфом погема болса тишка, а я мне братишка, хамасы тесно, хамасы лишка, поле погема
ichimda bo'lardi fishka. Hammasi prosta lekin ishga odamga hayronsan nima deyishga. Unaqa desenam bunaqa desenam baribir bilganicha tushunishgan. Taqishdi hammaga o'rtaga fleshka. Yo'qolib qolaman go'rda bechna. Hammani nazarida doim ko'rinsamda ma'naydor конечно. Gapirsa gap ko'p, lekin e'tiborni qaradan eshitadigan yo'q. Bilganim yo'q, hammani ehtiyotga tushuntirishga. Afsuski bu hayotda insonga man yo'q. Hayot zotin, o'zingga tezlaman. Yo'q joyda qalbni izlama. Kimlarni qanchalik hurmat qilsang ham o'zini sonsiraganni so'zlama. Do'stim ishonsan hayotingda hammaga prosta nishon. Kakavada birlam sho'x bergani deydi hayot seni sinagan reality show. Insof bilan yashagan rost bo'lsa bo'ladi bond qizlarda bardoz bo'lsa. Rapachakalarga kamdorlik xos bo'lsa hamma xursand. Qachon krediti oz bo'lsa ko'rinaman yomonlik yurakimni to'la sof. Dunyoyimni yasaganicha domik yuki sof. Hamma qatori mani hayotimni ham yo'li bor. Har qatori hisobim oltita noli bor. Sabr mahol sabr qildi hamma maqol. Sabr qilib qabr tomon borra qol. Qanchalar roz yo'l bosdik ana kechiring festivalidan FIFA festivalgacha har kecha necha man bu safar kecha har doimgidan boshqacha bu safargi vecha. Qofiya uchun necha mavzudan kechdim. Uxladim bir kecha qachon kesishsam kimga berdim. Hammasidan voz kechiladigan xudbinlik. Avvaldan boshqaruvni qaytarmas xudbinlik. Bu mana hayoti bu dinligim. 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 Qachon kesishsam kimga berdim. Hammasidan voz kechiladigan xudbinlik. Avvaldan boshqaruvni qaytarmas xudbinlik. Bu mana hayoti bu dinligim. Полифонический минус. Biz chiqmadik talantga ko'rsak turg'idan yana lavha bo'lib, lekin ko'rdik bu san'atni yaroqladik gavhar bo'lib. Endi bildik aslida barchasi ortga tashlanar. Biz bilan faqat o'tmishini unutishga tashnalar. Uzbekski Eminem balki bu xarobalardan ham chiqqanlar. Shuncha erishgan narsalarni donalab ko'p yiqqanlar. Bo'ldimi dema bora vokalga to'ldimi dema. Men nimaga rap aytaman ayt. Bora reperlar sondimi dema. Sizda yo'qda tuyruqlar tekst yozishga yordam bermas. Haqiqiy rap mana biz pastda iste'dod bor. Dam bermas bari qalon mana bari qalon. Barchasidan kechganim malon. Maqsad tomonga intilaman barchasi borgan sar malon. Bilmadim ko'z yummadim nimaga soham bo'yicha ketmadim. Nimaga orzuga hali ham yetmadim. Nimaga yetmadim men bilmadim. Lekin o'sha manzillarimizga biz bir kun yetamiz. Taslim bo'lish yo'q lekin baribir bir kun ketamiz. Baribir bir kun ketamiz. Baribir bir kun ketamiz. Bu dunyo o'tkinchi hayot. Baribir bir kun ketamiz. Halida bir kuni baribir ketamiz. Halida bir kuni baribir ketamiz. Bu dunyo o'tkinchi hayot. Baribir joyga ketamiz. Qadamlar bir kuni miyamga mandan bermadim. Uyda kuylasam jo'r bo'ladi. Menga bu sodiqda bermanim. O'tmish tunatamiz deymiz lekin esimizda kuchli har bir kiyim. Qanaqasiga unuta olamiz axir kuplitlar bo'lsa nostalgiya. Qani mana deb so'ramaylar bugunchalik nani mana manda buni va so'ramadim mana lekin o'zim uchun bilaman ta'laman. Qani kim ustun ko'rsatinglar ve suzrep insani bo'lsa hiyla. Shirkat xatolari arson bittadan to'rsatinglar. Полифонический минус. Fight bo'ylab da poligonda go'yoki bu safarga g'alaba o'sha besham qitna poligonda da poligonda bo'ldik biz. Ko'p safargidek kutdik biz. Unda ketdi har safargidek kutdik biz. Partis yozdim hammasiz mana tekst yozdi. Versus qozdi uzrep tozdi bilindi mingalab faktor sozdi. Stosingdan nima o'rganding sen mana shu so'raganding. O'rganganim hali million emas. Tomchi bilim bilan sira taniding. Baribir bir kun ketamiz. Baribir bir kun ketamiz. Bu dunyo o'tkinchi hayot. Baribir bir kun ketamiz. Halida bir kuni baribir ketamiz. Halida bir kuni baribir ketamiz. Bu dunyo o'tkinchi hayot. Baribir joyga ketamiz. Muxlislarga zo'rlari bor. Muxlislar zo'rlari bor. Puli bor kupleti yo'q bo'lsa muxlislar ko'rlari bor. Yonida prodyuserlari bor. Baland parvoz ismlari bor. Lekin san'at nima bilganlaridan doimo rozi kimlari bor. Yonida doim qizlari bor. Doimo aytgan so'zlari bor. Bo'lsa bo'lar nima bizga nima ko'rib turibmiz u bizga ko'zlar bor. Puli bari ko'rinadi fushi ko'rtligi hayotga qara sen nishi biror. Bir ishga pul so'rab tishi bo'l mani yurganim yaxshi tishi ko'r. Salom alaykum salom alaykum daromad samarali bu san'atda dibga buni sanadi. Manamiz bormiz bo'lganimiz yo'q. Qilishdan to'lganimiz yo'q. Albomni mahali ko'rganimiz yo'q. Rapni hazilga yurganimiz yo'q. Balki distadan kuydirgan edik har xil distadan kuyganimiz yo'q. Kasbida doimo diletantlar yoki parashyut ochilmagan muzikantlar. Men haqida gapirganimni hamma bildi. Axir muzikani bilmagan muzikantlar. Yana bari olishadi o'zim juda katta. Qiyinchilik ko'rmagan bilinadi. Mendan boshqasi gapirmagan buni dardlari birligi bilinadi. O'ng qatori she'r ozgina naqorat tayyor qo'shiq bu san'atga haqorat. Qancha nolima, qanchalik so'kma allaqachon bu hammaga odat. Naryoda bittasi cho'qinadi qizlagi, naryoda boshqasi so'kinadi bizlagi. Sizda vaqt yo'q, orzu farazlagi arzimaganligi borib qarazlagi. Aylantirdik san'atni jangga, topishni o'rniga buladan tanga. Bitta havaskor noliganida endi hammasi oldi alanga. Yondi balanga, biz sababchimi? Yangi talantga, biz sababchimi? Hammaga tanilib ketmagan bo'lsa ham rap o'sishiga biz sababchimiz. Baribir bir kun ketamiz, baribir bir kun ketamiz. Bu dunyo o'tkinchi hayot. Baribir bir kun ketamiz, halida bir kuni baribir ketamiz. Halida bir kuni baribir ketamiz. Bu dunyo o'tkinchi hayot. Baribir joyga ketamiz.
san nolda bo'lsang so'rashadi u kimsan. Agar qarzda bo'lsang so'rashadi qattasan. Agar begona bo'lsang so'rashadi qatlisan. Agar pul topib qolsang so'rashadi qallisan. Bu zamonda dunyo qarash odamlarda sal xomroq, aldanganini tushuntirishdan aldab ketish osonroq. O'zingdagi ishongan jihating bu sabr bo'ladi. Yilning ilk 12 oyi doimo qiyin bo'ladi. Ishlar yaxshi yurmasa demak ishlar bilan boshqa yurma. Agar sher sukut saqlasa lutchi gapini bo'lma. Maqollar ko'p, qay birisi to'g'ri tushunmaysan ham. Havo bulg'anmaguncha havoni sezmaysan ham. Chekinishga yo'ling bo'lsa qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Insof degan tushuncha ham goh bo'ladi, goh o'ladi. Nima demoqchiman, kimdadir qolib ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin konservaga sig'adi qara. Tashvishni o'ylab siqilma, u seni o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo bugun o'ynamaydi. Kim hayotda yiqilmagan demak ko'tarilmagan. Kimki ko'tarilmagan demak u yiqilmagan. Ojizga ko'rsata olmaysan, karaxtga aytib bera olmaysan, ahmoqqa isbotlay olmaysan, tentakka tushuntira olmaysan. Qayerda kerak emassan, agar xarob kiyinsang, chiroyli kiyimda ham u yerda bir tiyinsan. Kimgadir yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshi did sohibi bo'lish hammaga hammas. Hayot shunaqa ekan, goh qarzi bor, goh qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Kim hayotda va'da berib va'dasini qilolmas. Bu hayotda asosan soqovlar balo bo'lmas. Baxtliman deganlarda balki aslida baxt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir avtomashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Yaxshimisan? Hayotda orzularing qanaqa? Balki-da pul, katta saroy, xalqqa ko'rsatib berish sadaqa. Balki S-klass yoki Lambo ichida to'la qizlar bilan balki-da hay. Lekin bu orzularingga yetish uchun nechta qadam tashlading shuni ayt. Hayotga chidash qiyin deyishadi, bir soniya ham chidab ko'rmaganlar. Qachiga qo'yishadi bu tilini kecha gapirishni o'rgan bo'lganlar. O'zingni bos desa bosolmagandek tutadi, bo'lsin nima ko'rmaganlar. Badal to'lashga taqdir taqamasdan biror marta yo'talib ko'rmaganlar bular. Asta kuzatib internetni qancha chekkancha odamlarni uchratasan. Hayronman bular farzandiga qanaqa tarbiya bera oladi o'ylasam. Maylida menga nima tekin keladi o'zidan kimlarni yesa bo'lsa. Lekin bu hayot bir marta bo'ladi deb kimlarga yashab olsa. Pulga qarab intiladi odam, pulga qarab intiladi odam. Lekin ko'pchilik bilmaydi bu pond kibrni tarjimasi-ku odam. Daxl qilamiz rizqqa yarashada millionlab pulga emas. O'zimiz to'ldirib gapiramiz donatorlarimizni puliga emas. Mashhurlikka intiladi odam, kimligini unutadi odam. Bu hayot matriza bo'lsasan bo'lmagin NPC ko'rinishdagi odam. Buni tushungani panetkis odammi, kimlarga namuna bo'lding odam. Odam bo'lib keldik, odam bo'lib ketaylik degan ekan bitta yaxshi odam. Savollar bormi? Savollar bor. Savodsizligini davolab bor. San'atda hattoki senga o'xshaganlar uchun ham savodsiz navolar bor. O'ylama tor, so'ylama tor, bu foniy dunyoda aytmas bekorga. Kibrni ko'rsatib xarakter shunaqa degani ham rost bekorga. Kun kelib inson bo'lsa kasod, u bilan qoladi fisq fasod. Qolganiga inson ta'sirda emas, Xudo taqsimlasa rizq va zotin. Kimlarda bor, a kimlarda yo'q, savolning javobi hayoki yo'q. Yana noto'g'ri tushunma tog'ala o'g'ila padilitsalar aybi yo'q. Masala misol, bashara visol, masxara qilishga chiqsa-da hisob. Bu dunyo o'tkinchi dunyo deyishadi, undan ko'ra yashab o'tib risoladagidek, odamlardagidek bo'lamiz kimlarni aldagudek. Bir amallab yashab o'tib hayotni reinkarnatsiya yana go'dak. Jonsiz qimalab, bu hayotda imalab, ba'zida istamalab, paselda yumalab, dumalab, sumalab, o'stik buni malab. O'qigan olim bu solim bo'lishdan nima naf? Kitob o'qigan tipa, bo'ladigan tipa, aytishlaricha aql makoni ekan tipa. Ishonasanmi tipa? Shunchaki bilish kerak hayotni qayerda past va qayda joylashgan tepa. Bu hayot past tepa, har bir nafas tepa, olinib nega tugamas tepa. Aql yetmas tepa, senga emas tepa, karbonat kislorodi tepa shunaqa tepa. Kun keladi vaqt soatimiz keladi hammamiz bilib turib bitta manzilga yuramiz. Aytishganida qanaqadir dori o'ylab topishadi odam o'lmaydi tezroq topinglar doktorlar. Nimagadir aqling yetmasa kimnidir ayblama, noto'g'ri ayblama, qalbini ayblama. Senga berilgan xatolar limitini sarflama, shunchaki eslab qol va menga fikringni ta'riflama. Hammadan aql yetarli, ortiqcha kerak emas. Hammadan navigator va bu aniq yurag
sevgidan yeb tipa. Yana ki bora bora eshitgani rap tipa. Mobiramala tipa, yangi bo'tib tipa. Ommaviy taktika, hayotiy praktika. Shimolda Arktika, doimiy muzlar tipa. 6 oyga umidini quyoshdan uzar tipa. Amanchi xonamdaman, rap yozaman tipa. Va shu payt budilligim xayolni buzar. Uxladi Skype. Erta sahar, taxminan 10da uyg'onaman, yana telefon qo'lda. Rekomendatsiyada Lidiya Salomon, boshi va oxiriga o'tkazib ko'raman. To'lib informatsion portsiyam bir xildek, TikTok shortsiyam kuzataman. Tarmoq bormi yangilik, qanday kun kutadi ertangilik. Har soha masalan aylanadi yer, hali davom etadi umr. Har bitta fuqaroni orzusida bir kumir etadi davom, hammada o'tadi yosh vaqt. Hech kim ayamidi beshafqat vaqt. O'zligini anglaganda deyishadi Etman. Dunlari karomat ko'rsatganini Batman. Kim qanaqa o'ylasa menga farqi yo'q, do'stini sotganini deyman Redman. Menga farqi yo'q, menga farqi yo'q. Yana kimga farqi yo'q, kimga farqi yo'q. Yana kimga farqi yo'q. Ishqiy munosabatga toqat yo'q, ayriliqdan keyin rohat yo'q. Kimga farqi yo'q, mana menga farqi yo'q. Vashi farqi yo'q, umuman farqi yo'q. Beni bo'lagan muxtoriyatni tushunishmasdi va yoqtirishmasdi. Men har doim meni taniydiganlarga boshqacha inson bo'lib ko'rinaman. Mayda bezorilik, uyushgan o'smir yigitlar bir-birini ko'rishni ko'ziga ko'rsatadi. Va bu gaplarim kim uchundir kelish tuyular, ammo mening o'smirlik paytim aynan shu chirkin o'qib turibdi. Men ham ularning orasida yashab qolish uchun ularni yubordim. Ammo meni musiqa o'zimga ko'proq tortadi. Hech qachon mashhurlikni orzu qilmaganman. Chunki men bolaligimdan e'tibor markazida edim. Hech bo'lmasa nomi chiqqan urushqoq o'smirlar orasida mening nomim ham bor edi. Rapni pul uchun, shuhrat uchun, hurmat topish uchun sevmasdim. Men undagi erkinlik o'z nomiga tortardi. Maktabda ham yaxshi o'qiganimni yormayman, ammo og'zaki nutqim tengqurlarimdan bir muncha yaxshi edi. Balkim shu ham musiqadagi faoliyatimga ko'mak bergandi. Men o'z ijod olamimda jarayon bo'lib mehnat qilmoqdaman. Kim birinchi raqamliligi men uchun ahamiyatsiz. Men salbiy amallarimni qorong'u ko'chalarga tashlab ketaman. Men musiqam orqali tarix yozishni, tarixda qolishni maqsad qilaman. Ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men birinchi marta kelyapman Andijonga. Ba'zilarda muxlislarim borligidan va bizni yuqori kayfiyatda kutib olganlaringizdan juda ham xursandman. Bitta narsaga kelishib olsak juda xursand bo'lardim. Yana ham bugungi konsertimiz qanaqa yaxshi o'tishi albatta sizlarga bog'liq. Bugun baqir-chaqir qilamiz. Bizga qanaqa cheklov yo'q bugun o'rtoqlar. Rahmat. Qo'shiqning so'zlarini birga aytamizmi? Rahmat! Yuziga
o'zi yarashib, chiroyli yurishidan qalbi hayajon oshadi, o'ziga yarashadi, kelib qarashadi, gap so'zini ibodat bilan gapiradi. Bir kunda necha bora gapirsak-da salom berib qo'yib, menda bo'lganda ham kechirimni u so'radi. Men uning jilmayishidan jahlimdan ushladim, rashkim tushirdi, ba'zan urishlarim hatto bu ham olganda qizlarim eslab so'roq qilardi. Undan o'zga qizlar endi qiziqmas edi ortiq, ba'zida qo'yrog'im tunda uzilib ketadi. Arazi yarashadi, yuzini olib tashladi, mehribon edi juda issiq kiyiningda doim orzu qilardim. Bir kunga ertalab ko'z yoshlarida harolim bo'lib yursin, ertalab turingni to'yib
Assalomu alaykum, hurmatli Majnun Media hamda Uzrim FM YouTube kanali obunachilari. Bugungi hamkorlikda bugungi nishonimiz, intervyumizning mehmoni Rustam aka, ya'ni Minor Lightdream. Kam dunyo bu deyishadi, begonaga indaman olib, sandan sir olib, osmonga sochar, ichimga yutdim, qolmasa madorim. Yo'q-a? Aha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Ko'rishdik oxiri. Oxiri ko'rishdik. Xo'p, konsertdan nimalar qanaqa kayfiyatlar? Konsertdan keyingi kayfiyat. Nima dedi? Rustam aka konsert chiroyli o'tyapti. Endi prosta kecha Farg'onada aktiv kamroq bo'lib qolganining sababi Farg'onada futbol bo'lib qoldi. Sizlar futbolga ketib qoldinglar. Shuning uchun ozgina odam kamroq bo'lib qoldi, lekin respekt, ammo u ham ulgurmadi. Yan Iskandarov, bravo. Wow! Bu yerda Yusupov hujumini boshlayapti jamoasining. qoldi, lekin mana Andijon futbolga yo'q edi. Ko'nglingiz to'ldimi? Andijondan da to'ldi, lekin Farg'onadan shu futbol bo'lmaganda yaxshi. Menga plyus bo'lardi-da, prosta. Sizga, ya'ni muxlislar, fanatlar tomonidan stream qilganingiz ham ko'p keladi u savollar. Oladjon, boksing bilan fit qilasizlarmi? Ko'rishibsizlar-ku-da, bu narsa haqida nima qildik, gaplashdik. Boksing bilan fitni gaplashdingizmi? Shu haqida jinoyat gaplashasiz. Da o'tirib gaplashganmiz, lekin u narsalarni ochiqlash hozir yaxshimikin, to'g'rimikin? Nima deysizlar? Maqsadga muvofiqmikin? Qarang, bitta ideya bor. Uni hali yozganimiz biz, chunki u narsani endi gaplashdik. O'sha ideyani, xudo xolasa, proyektini tugatib chiqaradigan bo'lyapmiz. O'zi bilan No, sanasi, datasi, balosi, battari u narsasini hali noma'lum, chunki konsert hali tugagani yo'q. Shu nima bilanchi? Esini keladi. Zamonaviy. Zamon, to'xtang, boshqatdan kesiladi. Nima bilan?
bilanchi. Va endi hayolga hayajon shu. Zamonam bilan ko'rishdingiz, gaplashdingiz Gurjistonda adashmasam, ha? Ha, birga bir Birga ko'rishib, arenaga chaqirdingiz oktagonga. rasmiy ravishda bir-birimizni oktagonga taklif qildik. Oktagonliga jangni. Ne, hammasi normalmi? Qanaqadir bir nima deydi, negativ kommentlar ko'p bo'ladi deb gapirdi. Haligi qanaqadir bitta temada o'zingizlar yaxshiroq bilsanglar kerak o'sha tema. Endi shuni masalasi hozir ham tepada gapirib o'tgandek bo'ldi. Endi shunday tuyuldi fit to'g'risida menimcha. Fitni hali gaplashganimiz yo'q. Nu, почему нет? Ko'ramiz. Qiz bola bilan ham bir fit ko'rinish qanaqa chiqadi. Yaxshi variant, yaxshi variant. Nima deydi? Agarda fit bo'lsin desanglar, albatta kommentariyaga o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldiringlar. Qilinglar. Albatta. So'maga hammasini o'qib chiqadi. Streamga tashlaymiz. Streamga albatta streamda ko'radi. Albatta yetkazamiz streamda. Bugungi bizni intervyumizning mehmoni Doksim janoblari. Arsaklar chaldi o'zbek, cho'lponni boltalashdi, pashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoyinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Konsertdan keyin Kayfiyatlar zo'r. Andijon xalqi bizni juda ham yaxshi kutib olishdi. Assalomu alaykum Andijon. Rahmat hammaga, sizlar ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Yoshlar, gap yo'slarga, sizlar har doim energichniksizlar. Rahmat. Xo'p, bizda bir nechta muxlislaringiz tomonidan yig'ilgan savollar bor. Bu savollarni doim bizga berishadi, kommentariyalarida ham xullas. Minor Lightning, ya'ni Rustam aka bilan duet bo'ladimi? Ha, xudo xolasa Rustam aka bilan bu temada gaplashganmiz. Rustam akaga ham, menga ham bu tema juda ham qiziq. Xudo xolasa kelajakda qilamiz inshaalloh. Men o'zimga ham, Rustam akaga ham bu narsa kerak narsa va qiziq biz uchun. Ijodiy taraflama, u qanaqa uchadi, qanaqa bizga effekt beradi, bu boshqa masala, lekin aynan u ham juda zo'r ijodkor, Rustam aka ham. Men ham o'zimga yarasha ijodim bor va xudo xolasa zo'r collab qilamiz inshaalloh. Kelganlardan bitta Albatta. Savolingiz bo'lsin, marhamat. Maystoronam degan trek. Affeting mani mayus taronam, charchadi garmonga bo'lib mahliyo. Aytay desam dilda dardlar bir olam, baxt omad bizlarga boqmaydi qiyol. Shunga o'xshagan treklar yana chiqadimi? Ya'ni Hayotiy treklar chiqadi albatta, faqat boshqacha formatda bo'lishi mumkin. Ya'ni musiqa o'zgaryapti hozir, uje yangi musiqani yangi ko'rinishiga uje o'tish kerak. Shunaqa payt keldi. Shunga xudo xolasa harakat qilamiz. Yaxshi, svejiy narsalar chiqarishga. Chiqamiz aka. Ijodingizga omad. Lirika ham chiqaramiz albatta. Lirikani ham to'xtatib qo'yish bo'lmaydi. Hammasi bo'ladi. Kliplar mendan aka. Kliplar Uzrim FM'da chiqadi. O'limidan ekan, xabar taklif qilamizmi sahnaga? Bo'lishdami? Lekin shogirdlar atmosfera bomba. Pateshkadan yomon berdilar lekin. Qalay Andijon? Kayfiyatlar yaxshimi? Avvalambor kattakon rahmat Hayot akaga, bu Gorilla xodimi hisoblanadi. Agarda Hayot aka bo'lmaganda bu konsert ham bo'lmasdi. Kattakon rahmat ichki ishlarga, Milliy gvardiya xodimlariga, Andijon shahar hokimiyatiga bizni qo'llab-quvvatlagani uchun bir og'iz so'z beramiz Hayot akaga. Qani olqishlar do'stlar. Assalomu alaykum. Hamshaharlar, bitta gap bilan aytaman. To'g'risi, bu yerdagi hozirgi bo'layotgan narsa meni 4 yillik men emas, mana shu yerda jamoam bor, Gorilla Energy, Targov отдел juda ham katta mehnat qilishdi borlar. Xalqimizga, albatta, Azaka sizga ham, organizatsiyaga, massa va qolgan hammaga ham rahmat aytaman. Juda ham xursandman hammanglarni ko'rib turganimdan. Rahmat. Qo'lov, rahmat aka. Minor Doksim. Rahmat. Respublika bo'ylab konsertimizda bu eng oxirgi konserti. Shuning uchun oxirgi marta bitta maksimal shovqin. Hammaga rahmat, aktivlar uchun hammaga rahmat zo'r. Qurbon nima deysiz endi, sizga yoqdimi?
Andijon juda ham yaxshi taassurot qoldi menda. O'zi bitta joyga birinchi marta borganingizda yaxshi taassurot qoldirsa, o'sha joyga yana kelgisi kelaveradi. Muhimi sizlarga konsertimiz yoqqan bo'lsa, kamtarona ijodimiz sizlarning qalblaringdan joy olgan bo'lsa, biz shundan xursandmiz. Ketkazgan vaqtlaringizga achinmasalaringiz va xudo xolisa keyingi konsertlarda ko'rishga va'da bersalaringiz, inshaalloh biz ijoddan to'xtamaymiz. Rahmat Andijon! Rahmat. Mana men bitta narsa aytib qo'yaman. Andijon har safar такой ulug' kutib olasizlar. Nafaqat bu yerda konsertida qatta bo'lmasa ham mehmondorchilik mana shu ulug' sizlarda. O'shaning uchun bitta oxirida ovoz berib yuboramiz.